Aktrisa Feruza Sobitovaning jonli efir paytidagi janjali ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa Feruza Sobitova ishtirok etgan intervyulardan birida kutilmagan vaziyat yuz berdi. Jonli efir davomida san'atkor o'ziga nisbatan aytilgan ayrim fikrlardan norozi bo'lib, keskin munosabat bildirdi. Videolardan ko'rinishicha, suhbat davomida Feruza Sobitova o'zining san'atdagi faoliyati va tajribasi yetarlicha e'tirof etilmayotganidan norozi bo'lgan. Nima, urushqoq, menga qanday ta'rif berishgan? Men sizlarga kecha kelgan aktrisa emasman. San'atga kelganimga 20 yil bo'ldi. Birinchi filmimda 1996-yilda rol ijro etganman. Yoshimni o'zimga solmang, menga hurmat bilan gapiring, dedi aktrisa. Shuningdek, u suhbatni tezroq yakunlashni so'rab, vaqti cheklanganini ham ta'kidlab o'tdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.